Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Aziz ve muhterem Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Bugün yana yüz görüşüp otimiz. Allah'a hamdlar olsun. Şundaqla hammanlarga Allah'ın güzel salamları olsun. Bu mavzuni bek uzaktan başlap kaldık qarindaşlar. Görüp atqaninglardek yana istihbarat savatlары. İkinci. Bu ikinci kısımda kulakla ve aygaqçılar hakkında. Mening zakaz qilgan kitaplarım keldi. İnşallah hemen sizler bilen ortaklaşıma. Bu şundaqla bu. Qilim bir kitap. Bular hammasi g'arbliklarning yozgan kitoblari ekan, hamda turk avtorlarninkidan bu şundaqla bu. 10 kitap qarindaşlar. Onundan başka burunqi bağlarından istihbarat servislerinde mengjish operatsiyalar. Hazır sözleyatqanlarımız asasen echelon yana bu ajan, casus ve başkaları. Niyetimde eğer Allah nasip kıysa, oşlarının hammasını sizler qarindaşlarım bilen ortaklaşmakçı. Ama tuyuqsiz soğup gitip kalsam taşlab yutib mi qalaman? Bu keyfiyatga bağlıq. Keyfiyatimning qizg'in bo'lishi uchun ko'rguvchilar, foydalanuvchilarning keyfiyatining qizg'inligi aytib muhim. Buni men qanday bilaman? Sizning barmoq bosishlaringlardan, ham bahrlashinglardan, inkas yozishinglardan. İnkasla sual taleplerini koyuşunlardan bunu bayqayma. Şundaqla körülüş qitim sanımı naytı muyum. Eğer az adam körüp atqan bolsa, avar olğanның faydası yok. Onu bilisizler. Şuna muşu qızgınlıqınla man juqudu yani. Sunuqdan başqası juqudu deydi o. Sildeki qızgınlık man juqsa, anda mening qızgınlığım yuqori temperaturada turdi da bu ishni davom qilamiz. Qarindoshlar. Buning uchun her ko'rguchi ham birlashni unutmasin, barliq tor toplarda. Şundaqla bir barmaqni besib qo'yganimni jilk etmeydi. Onu mu qilib qo'yanglar. Şunun bilan buni davom qilamiz. Xo'sh. Bu kısım
Kulakla aygakçılar hakkında. Hata olap kaptı. Kularaklar olap kaptı. Bunun birinci küçük mavzusu da kulak obüktleri. Kimle? Kulak obüktleri kılıp tallanıdı. Bu haqda köp toxtalgandek kıldık. Şoňlaşqa qarindaşlarımdan yana bir tavsiyem. Ma Facebook ve qalay muqam biyakin üyədim belki tapanmaysızlar, tapmaq təs. Ma YouTube'da retlik oladı iken, menin kanalımga kirsaňlar, ma 4 yılının aldıllarda tahminen 7 video neşir qıptıkenme istihbarat hakkında. Aşı 7 videonu bir körüp tonlama arlıqtıkı vaqtlarda. Men 7 günde bir qetim video qılıp ataman go. Muşu arlıqtıkı yeni video çıkmagan arlıqtıkı küllerde aşı 7 videonu bir körüp tonla. Men o 4 yıl olap ketken boğaçqa uçaqda nemi sözlüdüm, nemi sözlümedim yadımda yok. Belkim bu qetimde tekrar olap qalış ihtimallıklarım ba. Onda hop qalsa vaqtыңlarını hep koygan bulamen, vaqtыңlarga razı bolsaňlar boladı. Belkim şu vaqılda bu kulak toğrusu toxtalgandek ihtimal var. Şunisi enik ki, qarindaşlar, adamlarning hamam bir aciz alqısı boladı. Mana şu aciz alqı tutup elinsa, adamlarni xalıgan işq selişki boladı. Yani xalıgan senemge dessetkili boladı. En yaxşı yemçük pul, yenila. Pul, jaslukta. Her qandaq dövlet pulnu ayamay xejleydigan bir tür bu. Jasluk. İstihbarat sistemi. İkincisi puldan keyin cinsiyet. Bilisizler insan balası qarşı cinsga bolan intilişi bir şeytani qudratqılık. Her daim mevcut. Onun için istihbarat işlerinde bu cinsiyet amili tarihten beri paydalanıp gelingen bir amil. Ondan qalsa şöhretperestlik tuygusunun binormallığı. Endi bu binormal degenin imiş qetip koyumuz, burun mu dedim herhalde, şöhretperestlik insan balası da fıtratı boladigan bir iş bu. Bunundan men xali degen adam yoğun gep qılıp atkan boludu, yalgan gep qılıp atkan boludu. Her qandaq adamның büyük oluş, cemaatning içinde hürmetlik oluş, üstün buluş arzusu oludu. Şöhretperestlik degen o. Kim hemmenin tegide ulaşını, hiç kimning nazarı düşmeydigan bulaşını arzu kılıdı. O yalgan. Ama bu şöhretperestlikning normali hemme insanda ba. Endi bu binormali vasıtallamaydigini. Her qandaq usul bilen, her qandaq yol bilen üstün bolsunlu boladigan. Ameliyatda içilip qalsa aygaqçılık, kulaklık bilen boğan o üstünlük tükürüp taşlanıdı. Lekin o hamam mahfi boğanlıktan onu hiç kim bilmeydi emasmi? Ma taşqi jihatda bay görünüdü. İnsanlar tarix olgandan beri
baylık bilen maqtanışni en üstün bilip geldi. Birinci orunga koyup geldi. İnsan yüzünü başkalarga bay ve bayaşat göstüske huştar. Naydı aslandıkilerden başka. Şundakla başka cihetteki üstünlük, başka cihetteki şöhret. Ulanımı istihbarat teşkilatları bir adamını şöhretlik kılalaydı yani. Meşhur kılalaydı. Cemaatinin ağzı çıkıralaydı. Gerçi onun tayancı, aksdaki köç, kılık hareket, günahlık bir iş olsun mu? Cinayi bir iş olsun mu? O aldı seninin oldu tarafta yanılı üstün bulduğun boğaçka onunla makul bulavırdıgan turdu ki bir normal şöhretperestlik istihbaratının bir nişanı. Yeni bir türü emel mensep humarı. Bazı adamlarını başlık kılıp saylap koymagan bolsunuz mu? Üzü içi başlıklık kılıdıgan turduk adamlar oludu. Ha, Kamunada aşında adamlar oludu, yazıldı. Belki mercuttu bağda aşında. Da kadir tabiat. Üzünü kadirde tutuduğun, okudu, işim emez bombası bir deyxan. Da yol yoruq düşürüşünü yaxşı gördüğün. Mana muşunda tipla emel mensepke bek xuma adamlar. Ataqqa xuma adamlar. İstihbaratının bir nişanları. Mana bu türdeki adamlar kulak üçün nişan kılındı. Ve bularını asallı yol kışkı destip közlengen işe sağlı boludu. Görünüp doğunu dek kapkanga düşmeydiganlar nayta az çıkıdı qarindaşlar. Bulardan yüzüde kulaklık tuğmu hususiyet olganlar oludu. Bularning içinde yana. Daim xalqning sirini ko'chilaydigan bir turdagi adamlar var, bilasizlar buni. Endi uni boshqa yerga to'shaydigan turdagi adamlar. Bu tuğma kulaklar bular. Ular bek sadiq bo'ladi. Yüzüden de hususiyet olğaçqa. Endi buningdan boshqa ehtiyojning taqozosi bilan ma'lum nishonlar belgilanib, andın nişan küzütülüdü. Muşunu kulak kılışımız gerekti. Muşunun işleydiği yeri, hizmeti biz için uçur menbasıydı. Ağaçının kulak kılıp işletsek, onundan bekçik paydalık neyse alalaydık. Dep qarılıdığan insanlar nişanlık alda kulak kılındı. Bu nişan belgilendiğinden kin aval küzdülüdü. Onun humaları, acizlikleri, adet karakteri tetkik kılınıp kol selişke en uygun boğan usul tepip çıkıldı. Ondan aciz yerige nişan elindi. Mesela berxaj. Yotqanğı ve qıpıt uzatmaydıgan, kirimiga qaramay chiqim qilaveradigan boyvachchilikka o'rgangan bir adamlar bo'ladi. Bu xil adamlarning kirimi chiqimini qoplamag'achqa yana bir kirim manbasiga muhtoj u. Mana bu bo'sib kiradigan bir eg'iz. Qarzdor qilish yo'li bilan taqobil kelindi yoki. Ashturdagi odamlarga xuddi baqag'i berayotgandek qarz berib, uni qarzga patirdigan ish.
ve o qarzni o hayatı boyu qaytaranmaydigan holatga kelgandan keyin andın o xizmatga taklif qilinadi. Bundan başqa jinsiy benormallikqa shuningga ko'ra chora qilindi. Bu jinsiy benormallik, bu jinsiy intilishmi insonning emas butun jonliqlarning fitratidagi bir ish bu. Ama benormallik deganimiz, jinsiy benormallik deganimizning turi bek ko'p. Psixologiyada bu tür acayip köp. Mesela karşı cins favqulodda eçir qilgan darajada olsa ve üzün tutanmaydigan darajada bu mu bir benormallik yoki o'xshash jinslikqa qiziqadiganlarmi bir benormallik. Şundaqla kichiklarga qiziqadiganlar bo'ladi. Yana bir benormallik. Bu nomi turi bek ko'p. Bu jinsiy benormallikqa qaratami shuningga ko'ra chora qo'llandi. Anda buni quyruq tutib olish turida kozur qilib qo'llangan bo'ladi. Bir qatimliq ish deb tushunishga yetaklandi. Vazifani mush bir qitimliqlam ish o'xshaydi degan bir tushuncha keltirish orqali u ish qildiriladi. Mush bir qitimli deganni qilsam andan qutulaman-go deydigan bir qanoat hosil qilindi. Undan keyin mush bir qitimliq ishning o'zi texmi cho'ng bir quyruq bo'lib tutilib qoladi. Davam qilmaydigan bo'lsang, xoinligingni oshkorlab etaman degan shaklda qo'rqitiladi. Ya'ni dushman davlatga ishlayotadi-ku. Dushman davlatga ishlaganligining bir qitimliq ishga qilib bergan xizmatning dalillari bor. Buning bir kopiyasini sening o'zingning davlating tarafga avatib beraman deb qo'rqitiladi. Shuning bilan u davom qilishga majbur bo'ladi. Quloqlar xizmat o'rnining muhimligiga ko'ra bekitilishi mumkin. Masalan, istixborot tashkilotida ishlaydiganlardan ma'lum biri Tashqi ishlar ministrligi yoki boshqa ministrliklarda ishlaydigan katiblar, maslahatchilar, shofirlar, tozliqchilar. Bularning ish o'rnining muhimligi tufaylidan şu yerde birer adımınız olsa, elbette mühim uçurlarga erişe alaysiz. Bunun için ular küzütülüdü. Aman bir acizliğini bayqaysız. Balası ağır kisel. Onun davalanış rasıqtını kötürenmeydi. Maaşı bilen. Qarzdar veya ki maaşığı tayınıp qarzını berip bulanmaydı. Bundaq tabii yoki arzuga qarshi shakllangan ojizliklardan boshqa qimaga, xiroyinga ugunib qolgan yomon odatlari bo'lganlarmi qo'lga keltirishga qulaylik yuradi. Agar nishon qilingan kishida hech qanday bo'sish eg'izi tepilmaganda bir ojizlik sunniy yaratilishi mumkin. Masalan, qarzdor qilish, oilasidan birini kasal qilish qatorliqlar. Bundan başka düşman işgaliyetideki tuproqlarda qolgan aile a'zolarini görögü tutuş, mal mülkünü musadir qilish bilan qo'rqitish qatorliqlarmi şantaj uchun qo'llanishga bo'ladigan usullar bo'lib, buni bizning amaliyatimiz ustiga qo'yadigan bo'lsak, chet eldagilarning hammasining vatan ichida, ya'ni Xitoyning changilida qolgan aile a'zolarimiz, tuqqanlarimiz bor. Shunga bu usul xeli qo'llanildi. Oturuq chiqdi-ku ba'zi odamlar. Bana telefon qildi saqchi deganlar bo'ldi-ku. Hatta radiodan anglatdi. Ba'zilar. Tahdid telefonlari. Haqqida oturuq chiqqan xeli ko'p voqea qildi. Bundan boshqa zo'r miqdordagi ko'chmas mulklar.
yana bir şantaj vasıtası bulalaydı. Meylenning vatanda qalgan bir uyimiz var, o öyde aile azalarımız var. Köçmez mülk ama bir öy. Onun da başka adam oturaqlıq yani ailemizde. O şantajga yaramaydı yani. Zor miqdardaki yani. Naiti cık pulluk köçmez mülkler oludu. Bir ailenin üye emas. Mesela bir qancha binalarınız var deyli. İcarıga verildiğen yüzligen dükkanınız var deyli. Yani bu mu şantaj vasıtası bulalaydı. Mesela müşküllerde hemmanlığı yadılap gitip bağan bir meşhur şahs var. Türkiye'de Seyit Tarançı. Seyit Tarançı'nın Gulcudaki zavutuğa okşaş amilla bir şantaj kolaylığı temin ediyordu. Seyit Tarançı ya mülküdün vazgeçiş gerek. Ya ki Xitayga kulak oluş gerek. Başka tallışı yok. Yıllardan beri görülgen emniyet şu ki Tarançı ailesi kulak oluşunu tallagan dek kılıdı. Soğuk münasebetler uruşu devirde Sovet blogi bir kulakını Garbi Germaniyanın baş minister işhanısıga urullaştırıştek muvaffakiyetlergiçe bağlan. Şarkı Germaniyanın casus ustası Markus Wolf Garipte yüzü yok adam dep tariflengen kişiydi. Yüzü yok degen bizning tushunishimizdeki dekmas. Yüzsüz degen gap emas. Yüzü yok degene hiç kim bunu kişinin qandaq suretde qandaq yüz kiptigi egi bir insan ekanligini ko'rib bakmagan. Çünkü o ta ki vazifasidan ayrılganga kadar hiç qandaq yerde, hiç qandaq sebep bilen resimlerge çıkıp kalmagan. Şunu gariplikler. Hatta Şarkı Germaniyanın özüdümü teşkilatta işleydiganlardan başkalar onun qandaq suretdeki kişikelligini bilmeydi. Mana şu Markus Wolf uzun yıllık bir plan hazırlagan. Bu ay müşktek bir sabırcallıkni talep kıldı bu istihbarat bazı çağda bek uzun yıllık planlarını tuzuşuk doğru keladi. O Garbi Germaniyadaki Sosyal Demokrat Parti'nin beşi olan Willy Brandt'ın keçmişide yani 2. Dünya Uruşu devrinde Natsizlarga karşı yerastı hareketlerde yaralanganlığını ve onu komünist doktor Max Gullaum'ның davalıganlığını anlap kaladı. Bu mezgilge kelgende, hem de bu iki Germaniya ayrılgan ve soğuk münasebetler uruşu devri kelgende, Max, yani heliqi doktor Şarkı Germaniyada yaşaydı. Aslında komünist doktor, burunlu komünist o, Şarkı Germaniyada yaşaydı. Bu Max doktorunu izlep tapadı. Doktorunun oğlunu ör dünyaga keçiş, bizden bir keçiş oyunları oladı o keyinki çağlarda. 2011'lerden keyin bir keçip çıkış oyunları oynaladı bizde mi? Bu tarihten buladı bu iş. Şu ör dünyaga keçiş oyunu bilen garipke kaçırıp ötüdigan buladı. Doktorunun oğlunu. Şarkı Germaniyadan ör dünyaga kaçtım kılıp Garbi Germaniyaga kaçırdıgan buladı. O berip Willy Brandt'ni tapadigan buladı. Sosyal Demokrat Parti'nin beşi olan kişini izlep tapadigan buladı. Doktor oğludan Brandt'a karşı bir parça xat yazıp berdi. Xatda
oğluğa igi op qo'yishni ütünüp so'ragan bo'lib, Brandtning doktoriga vafo qarzi bo'lg'achqa, una yaralangan vaqtida davolagan emasmi? Bu vafo qarzi bo'lg'achqa, bu ish o'ylagandek ham izg'i tushdi. O'g'il G'arb Germaniyaga qochib berib, Sosyal Demokrat partiyaga Villini izlab boradi va dadisi yozib bergan xatni topshirdi. Villi vafo burchini ado qilish uchun yigitga partiya ichida odatdagi bir xizmatni berib, qanot ostiga oladi. Mushu qechishdan 13 yil o'tganda, qaranglar, sabr taqatni. 13 yil o'tganda Willy Brandt bosh ministr bo'lib saylangan chaqda 13 yildan keyin bosh ministr bo'ldi. Mana shu chaqda ishchanligi va tirishchanligi bilan tonilgan qochoq yigitni o'zining xususiy katib qilib oladi. Biqinig'illik qilib oladi. Mana shunday qilib bu quloqning rasmiy xizmati boshlanadi. Qo'lidan o'tgan har qanday hujjatning bir kopiyasini Sharqiy Germaniyaga yo'llab turadi. Bu ish taki 74-yilgacha o'ngishli davom qiladi. Bu ishning pash bo'lib qolishi bilan Nobel tinchlik mukofotining laureati bo'lgan bosh ministrning istifosi bilan oyoqlashgan. Bu setchilikdan keyin u istifa berish kerak-da. Belkim so'rashinglar mumkin. Asli istixborotga texim aloqador yeri bu. So'rashinglar mumkin. Mushturdagi quloqlar qanday pash bo'lib qoladi? Yoki qanday pash qilinadi? Mushuning javobi bizning istixborotda diqqat qilishimiz kerak bo'lgan mazmun shu. Düşman tarafning bayonotlari, xabarlari, diplomatik notallari, qatorliq uchur manbalar tahlil qilinib turiladi. Har zaman tahlil qilinib turiladi bu uchuq manbalik istixborot sifatida. Bu tahlil qilinib turadigan bo'lg'achqa, ularning bayonlarida maxfiy hujjatlarda tilga ilingan ba'zi mazmunlarning yupuchi ko'rinib qoladi. Xuddi bu maxfiy hujjatlardan xabarvodek tilga ilingan bu yupuchlari eng dastlabki gumonni tug'dirdi. Darhol istixborot tarmoqlari surishtirishni boshlaydi. Oldi bilan bu maxfiy hujjatlarga erishish imkoni bo'lgan kishilarning tizimlik turg'iziladi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, bosh ministr, katib, arxivchi, bosh ministrning ishxonasidagi mudir, muavin bosh ministrlar degandek. Bu tizimlik bo'yicha ular kuzatish obyekti qilindi. Bosh ministr deb ayab qo'yilmaydi, umi kuzatiladi. Chunki davlat manfaati uningdan ustun. Barliq shaxsiy uchurlari aniqlanib bir doklad tayyorlandi. Her birisi ustida bir doklad. Arxivlarda burundan saqlanayotgan uchurlarga qarab o'ltamay, tekrar aniqlanib, tafsiliy doklad hazırlandı. Dokladda kişinin shaxsiy hayoti, oila ahvoli, er-xotin munosabati, bolalarning ahvoli, jinsiy turmushi, ishdan sirtqi faoliyatlari, ta'til kechmishlari, banki hisobi, uyining qimmati, mashinasining markasi, shaxsiy xarakterlari, xumarlari, odatlari. Bularning hammasini o'z ichiga olgan doklad tahlil qilinib, tizimlikdagi kishilar bir-birlab o'chiriladi. Gumonliqlar tizimi qisqarib boradi. Natijada bosh ministrning xususiy katibi Sharqiy Germaniyadan qochib kelgan bo'lsa, bu nayt cho'ng yuchuq demakdir. Demak, uningga markazlashadi. Keyingi qatimda uningga yemchuk tashlandi. Bir saxta maxfiy hujjat. Mushu hujjatni kopiya qilayotgan, rasmga tortayotgan yoki dushman tarafga berayotgan naq maydonda tutiladi.
irqchilik harakatlarini kishkirtib ittifoqlash paydo qilish. Bu quloq yaratishning yana bir usuli. Diqqat, irqchilik harakatlarini kishkirtib ittifoqlash paydo qilish. KGB operatsiyalaridan biri G'arb davlatlarida, xususan Amerikada qora tanliklarga qarshi irqchilik shamoli chiqarish. G'arbiy Germaniyada saxti antisemitizm havası estirish turida bo'ldi. Soğuk münasebetler uğraşı davrida. Amerikada KGB aygaqchilari Amerikalik irqchilar siyaqida Birleşken Milletler Teşkilatı'daki Afrikalık diplomatlarga efsane xatlarni yazatdı. Birleşken Milletler'in baş sekreteri Doug Hammarskjöld uçak kazası bilen ölgende bunu Amerika istihbaratının suikasti deb gap taqatdı. Bulardan maksat zengilerini Sovetperestlerge aylandırıp Sovet için işleydiğen kulak menbesi yaratish için edi. Bundan başka G'arbiy Germaniyadagi saxta antisemitizm kishkurtishlarimi Germanlar bilan G'arbliklar arasıga, yani Amerikaliklar arasıga ziddiyet derish. Teha o zamanlarda Germaniyada g'olib davlatlarning adamlari bor. Keyin u tamamen ketmaydiganning chorasini qilib NATO'ni qurdi va NATO hisobida u yerda askar to'g'izishni hozirgacha davom qilyotidi-ku. Shular bilan yerliklarning orasiga ziddiyat terish uchun ilib berilgan. Bunda ziddiyat terilgandan keyin, o'chmanlik kishkirtilgandan keyin inson bolasi ochchig'ida qarshi tarafga ishlaydigan bo'lib qoladi. Kommunist sistemlarda quloqlar. Kommunistlarning istihbarat tashkilotlari natsistlarning Gestaposidanmi rahimsiz, insoniyatsiz bo'lib, ular vosita tanlamaydi. Qonuniy cheklamaligi bo'lmaydi. Kuch qo'llanish jihatdan cheklamasi yo'q. Bu sebepten komünist sistemlerde kulaklarının sani ziyade köp buludu. İnsanlar korkunç, dekki içinde yaşaydıgan boğaçka her sebep bilen korkutulup bir vaziyet kabul kıldırış mümkün. Vaziyet teklifini red kılışkı petindiğanlar olmaydı. Soğuk münasebetler uğraşı devrede 16 milyonluk 16 milyon nüfusluk Şarkı Germaniyada 200 ming kulak bo'lgan. 200 ming. Bundan başka komünist sisteminin bir alayidligi barliq puhra birer puhranchi kiyingan saqchi. Yani şu saqchining rolini o'ynaydi. Vazifasi bo'lsin, bo'lmasin, bir gumonliq kishi yoki gumonliq ish harakatni ko'rsa, saqchiga ma'lum qilish majburiyati bo'ladi. Ma'lum qilmay, keyin pash bo'lib qolsa, javobgarlik tortildi. Shayliq odam bilan o'xshash darajada. Ashuna shiriki debli bu shiriklikni tanadigan gap. Şuna her kim qo'rqinch ichida bir-biriga saqchilik qiladi. Endi yana bir muhim tür, diqqat qilishga tegishli bir muhim tür, quloq saplash. Endi biz har xil organlarda ishlaydiganlardan quloqlarni topdik. Yuqorida quloq topdik va ulardan foydalandik-ku. Endi o'zimizda bir quloqni boshqalarga saplab berish. Yani bu kimlerge saplandi bu? Ma'lum adamning yeniga yordamchi, katib, hisobchi, shoför, xizmatchi qatorliqlarning saplanishi. Bunda salohiyatdagi quloqlarni saplashda
bevosita tonushtirish nihoyatda ishonchsiz usul bo'lib, bundaqlardan asallam gumonlanib qolishi mumkin. Şunu bundaq adamlarni o'zi yaratib qolgan, o'zi tanlagan bo'lishi nihoyat ishonchli bo'ladi. Nima degan gap bu? Buni texnik konkretroq misol bilan desak, mundaq bo'ladi. Düşman nihoyat ensiraydigan bir odam bor jamiyatda. Bu adamdan ensirishidagi sabablar har xil bo'lishi mumkin. Masalan, xalq orasida nihoyat nopuzluq bir shaxs. Bundaq adamlarni düşman o'zi tarafga el qilinmagan taqdirda uningdan xotirjam bo'lanmaydi. Uningdan qarshi tarafning foydalanib ketmasligi uchun uning jimiy ish harakatini kuzatib, xabardor bo'lib turish, kontrollikda tutish uchun uning yeniga odam o'rinlashtirish kerak. Bu adam onunla katip buluşu mümkün, yardımcı oluşu mümkün, qoğduqçı, şoför, aşpaz, tazlıqçı degandek. Her qandaq bir salahiyette buluşu mümkün. Yani, o bükütnün yenide bola alaydigan her qandaq biri kiptede buluşu mümkün. Fakat bu adam onunla toğırdan toğırı tonuşturuş yolu bilen sunulsa, belki işenç kazanmaslık çokum. Nimiş tonuşturdu bu adamla bana? Dep oylab qolishi mumkin. Şunu bundaq adamlarni her xil siyaq, her xil sorunda o vakitga putlashtirib, uning o'zi bayqishini qo'lga keltirish kerak. Bu adam yeniga oladigan quloqni o'zi bayqish kerak. O'zi uni yaratib qilish kerak-da. Uni yarab qolmoq lozim. Bir kunlarda belki birinci uçraşkanda ya ki bek uzungu sozulgan avarçılık, tırışçılıklardan keyin buluşum mümkün. Qandaq olmasın, o bükütnün dikkati bu adamga düşüp, onun çiverliki, mahareti ya ki samimiyeti degandek ma'lum bir taraflarga qiziqib qilishi, bu adamni yaratib qilishi tartiplandi. Bu asla ashunga sunulayotgan bir yo'l bu. Ama o adam bilmeydi de bunu. Neticede küztüş obüktimiz üzü. Obüktünün üzü bu tanılınıvatkan adamını yeniği teklif kılıdı. Üzü teklif kılıdı. Ben bilişler. O baştan ahir yenideki bu adamını üzem bayqıdım, cemiyetten üzem talladım dep oylaydı ve şunudu. Mana şunda kılıp onun yeniğe bir kulak urullaştırıldı. Bundan başka bek ziyade bay şahslarımı korkunçluk bir güç hesaplandı. Biz üzümüzge tadbiqlagan çağımızda Şarkı Türkistanlıkla bizge üzümüzge tadbiqlasak bu işni mendek fakat gap qila alaydigan chala bilarmanlardan Xitoy qo'rqib qolmaydi. Ensirab ketmaydi. Buni men aniq deb qo'yay. İtiraf qilganim mi bo'lsin bu, ensirab ketmaydi. Chunki biladi-ki, bir ish qilmoqchi bo'lsa pul ketadi. Mendeklarda pul yo'q. Aram kunimizni o'tkazamiz. Unda eshib-teshib turgan pulimiz yo'q. Kechgacha shuvarda olgan bilan pul bo'lmag'achqa qo'limizdan bir ish kelmaydi. Ammo pulliq bir shaxs agar niyatli qilib qolsa, xeyli ishlarni qila olish chuqur. O'zining chalasavod bo'lishi masala emas. Chunki Uyg'urlarning pul topganlar asosan chalasavodlar pul topadi-ku. O'qigan odamlardan bunday baylar yo'q. U masala emas. Chunki aqlnimi, kuchnimi, qurolnimi setib olg'ili bo'ladi. Şuna bay kişiler Xitoyning nazarida texmi xatarlik. Vatanimizda baylarning zaman tarashlanib, bayliqi musodir qilinib turishining sababi mana shu. Ta o'tmishdagi Xitoylardan kommunist Xitoylar jamisi baylarni tarashlaydi. Bir sababni o'ydirdi-da
baylıqlarını müsaadara qilib turadi. Chet eldagilarni qanday qiladi? Ularni beshi bosh tashlab etmaydi. O memleketning ichidagilarni medialatmaydi, uni hammaylar bilamiz-ku. O puli bo'lgan bilan buni inqilob qilishiltiman deb ishiltalamdi u. Chet eldagilar asosi bizning demoqchi bo'ladiganimizmi chet eldagilar. Chet eldagilarni beshi bosh tashlab etmaydi. Kari olmasdan. Bilginini qil demaydi Xitoy. Ularning yeniga ishonchlik yordamchilarni saplab beradi. Yoki tijorat sheriki, hisobchisi, shofiri degandek salohiyatlarda bir quloqni yeniga saplamasdan xotirjam bo'lolmaydi. Bu quloqning saplanishi albatta yuqoq pardada. Xuddi bu boy o'zi bayqab, o'zi yaratib, o'zi ishqa olgandek zam bilan ishqa shurildi. Shuning bilan bu odam orqali uning haddi harakatlari doim ta'qiblanib turdi. Bishorat yo'li bilan qo'rqitilib, ehtiyotchan qilib etiladi. Zakatlari, iyonlarning qayerlarga berilishi haqida maslahat berib turdi. Ma to'pqa versang yaxshi, o palonchiga versang bek obdan degan maslahatlarni berib, uni Xitoy xotirjam bo'ladigan, Xitoyni ancha ensiretmaydigan to'plarga bag'izidi. Buning bilan to'g'ri yo'ldagi to'plarga iqtisod ta'minlashining oldi olindi. Boy o'zi aldirash bilisizlar. O pul topgan, yo'g'on puli va odamlar aldirash bo'ladi, qatalan bo'ladi. Jamiyatda iqishda bo'lgan ishlar haqida yenidikilarning qisqacha izohatlari bilan qanoatlanadigan bo'lg'achqa, uning vaqti yo'q. Masalan, diaspora Uyg'ur jamiyatida nima ishlar bo'layotidi, kim nima qilyotidi, qaysi to'g'ri yo'lda, qaysi xato yo'lda. Bular haqida uning bevosita ta'sirati yo'q. Chunki uning bika vaqti yo'q, cho'lusi yo'q. Ba'zida safarda deylikki, uchoqda ketayotqicha baribir o'tiradigan bu bo'shliqdan foydalanib, heliqi yordamchi uningga anglitadi. Diaspora jamiyatidagi Uyg'urlarning ahvolini. U qanday anglitadi? Albatta, topshiriq bo'yicha anglitadi. To'g'risini anglatmaydi yani. Bu bayning kallasi uning bilan shakllantiriladi. Bu to'plarga qarata bir qarash uningda shakllantiriladi. Bu shu qisqacha izohatlar bilan qanoatlanadigan bo'lg'achqa, yenidagi quloq uni nayt oson yo'llantirib, zakatni qayerga versa hammadan bek to'g'ri bo'lganligi, kimlarning eng yaxshi harakat qiladiganligi, kimlarning qo'lidan hammadan bek ish keladiganligi haqida aql danishib turadi. Demisimi, bundaq ishlarni yordamchilarga topshirib yetadigan turdagi ishlar bo'lg'achqa, bu ishni o'z qo'li bilan qilmaydi u boy. Tabiiy holda ashlarga topshirdi. Anda bo'lgandan keyin o'zing bilib bir taraf qilaver deyilishi cho'qim. Uyg'urlarda baylar yo'qmi emas, pul yo'qmi emas, zakatlari to'plansimi birmuncha ishlarni qiyg'ili bo'ladi. Biroq mana bu taklifda Xitoylarning kontrolligida bo'lganliklari uchun millatga foydasi yo'q, kichiklarga boshlab yutiladi. Ammo baylarimiz hatto buni o'zimi bilmasliklari mumkin. Endi keldik qondoshlik. Milliy hissiyotdan foydalanib quloq yetishtirish. Bu usulni keng qo'llanildi. Ikkinchi dunyo urushi davrida Rossiyada yashaydigan nemislar izlab tepilib,
ularning milliy hissiyoti g'idiqlanish orqali Germaniya uchun ishlashga ko'ndirilgan bo'lsa, Germaniyada tug'ilib o'sgan slavyanlarmi Rossiya uchun ishlaydigan bo'lgan. Bu usul sovuq munosabatlar urushi davrida izchil davomlashgan. Amerikaga ko'chman bo'lgan ruslar Sovet ittifoqi uchun ishlaydigan quloq ob'ekt qilingan. Xitoylarmi bu usulni bugungi qo'llanmoqda. Sharq Turkistondagi soni bek az bo'lgan millatlardan yoki ko'pini Uyg'urlarga quloq qilib nayt asandagi millatlar bir necha 10 ming nüfusu bo'lgan. Bu millatlarni Uyg'urlarga quloq qilib ishlatish usuli xili umumiy. Masalan, Yakanda yerleşken Özbekler, Qashqarda yerleşip qolgan Özbekler. Mana shunda quloq bo'lishga muvofiq ko'rilgan. Nayt ko'p ashlardan quloq bek ko'p. Buning bir sababi inson balasida hamon vijdon azobi deydigan narsa bo'lg'achqa. U ba'zida uxlab qolgan vaqtida shaytonning keyniga kirib qolsa-mu, keyin vijdon azobi tatadigan bo'lg'achqa va bu sababdan xizmatni rad qilish ehtimolligi bo'lganlikdan bu kishilarning vijdon azobi tatmaydigan turini kashf qilishga to'g'ri keladi. Ya'ni agar Uyg'urlarga u nayta az nüfusluq o Özbeklar yoki Tatarlar va yoki Dağırlar deydiganlarni Uyg'urlarga qush qilib sağgan vaqtingizda uning bir tasallisi var. Öz xalqimni satmayapman-ku. Baribir Uyg'urni satsam ne bo'lapti? Bu. O vicdan azobidan qutuladi o. Shuning bilan bu xizmat davomlashadi. O'xshash usul O'rta Osiyoda mı qo'llanildi? Masalan, O'zbekistondagi Uyg'urlar ichidan quloq tanlanib, O'zbeklar kuzatildi. Ya'ni o'zining xalqi. Burun dedik-ku, bu istixborotning kuzatish obyekti ba'zida o'zining xalqi bo'ladigan ish bor. Aman dushman tarafdan kuzatish emas. Öz xalqining ichidami nima yo'q, nima ish qilyotadi, o'qituvchilar bunu kuzatishga to'g'ri keladi. Shunday qilib O'zbekistondami Uyg'urlar quloq qilib ishlatilib, O'zbeklar kuzatiladi. Bularning tasallisi o'xshash. Va Uyg'urni satmayotgan ekan deydi-da, ko'ngliga tasalli topadi. Bundan boshqa qandoshlikdan foydalanishda bir toplum ichida avloddan avlod yashab kelayotgan boshqa millatlar bo'ladi. Ular allaqachon o'z milliy kimligini tilg'anmaydigan, o'zi yashayotgan muhitdagi asosiy millatga singishib ketgan bo'ladi. Mana shunday kishilarni istixborot tashkilotlari izlab topadi. Yoki burundanlar ularning tizimligida, istixborot tashkilotlarining tizimligida quloq obyektlar qilish uchun mevcut bulunan isimleri. Bunun şu yerdeki asasi xalqdan emasligi, başka millet ekanligi deptadi bor. Avloddan avlod. Hükümetden hükümet almashganda bu depte bor. Bularning asli milliy kimligi eslatiladi. Ularga xizmat taklif qilinganda ular turmush maishati uchun elbette kulak buluşunu kabul kılır. Çünkü satayotgan o'zining xalqini satmaydi da o. Şundan ondan xatirjam. Masalan, Qashqar eng uzun tarixga ega shahar bo'lishligi bilan aholisi bek murakkab. Qashqarda allaqachon uyg'urlashib ketgan arablar, afg'onlar, hindlar, hatta xitoylar mavjud. Etrafındaki kulum qo'shniları ularning keçmişini allaqachon unutib ketgan. O'zimizdan deb biladigan bo'lgan. Ammo istixborot bularni qazib chiqarib ish qisilishga hargiz sal qaramaydi.
Mesela Cüme Tayırdek, asli Xitay qalliq, Uyghur beqib algan, Uyghur bo'lib cho'ng bo'lgan kishilar az emas. Hatta bundaq kishilar Uyg'urlarning harakatlarida boshlamchilik o'rniga chiqib olgan bo'lishlari mumkin. Chunki ulug'larimizning ichidami ba'zilari haqida shunday hikoyalar bor. Asli Xitoyning balasi yetdi, Uyg'ur beqib olgan deydigan cho'nglarimiz bor, qarindoshlar. Ve onun qıpçıgen bazı işlerine qarasanız hakikaten de mi bununla işenmey çaranız yok. Ulan nima için unda yetekçi orunga chiqib alaydı? Çünkü ularning aqısida bir kuch qo'llayotganlikdan. Ularning o'sishi tiz bo'ladi. Ahirki mazmun ish bitgan ayg'oqchi quloqlarning yo'qotilishi. Ish bitgan, kerik qolmagan ayg'oqchi va quloqlarning yo'qotilishi istixborotda umumlashgan ishlardan biri. Ha, madamni Xitoy o'tirib o'tdi, inqilobchi ekan desak, xatolashimiz qarindoshlar. Xitoy o'rtaganning hammasi inqilobchi emas. Diqqat qiladigan ishning birisi bu. Kerik qolmagan vaqtida xo'jayin tarafidan o'ltiriladi. Bu eng ko'p qanday ahvolda bo'ladi? Xo'jayin bilan quloq başka millet olgan bo'lsa, ne aytasan? Onun nima keraksin? Kerak tikkendiki ona ayashning hech qanday hojati yo'q. O'ltiriladi. Bo'lapmi? Ba'zi tarixiy sirlar, istixborot sirlari onun xabarida bo'lsa, bu maxfiyetliklarni saqlashning eng yaxshi yo'li shu qabra. Maxfiyetlik qabrida eng yaxshi saqlanadi deyiladi-ku. Yo'qotiladi. Ayg'oqchi va quloqlarni yo'qotish mazmuni ikki turli bo'ladi. Biri kerik qolmagan. Kerik qolmagan quloqlar. Bek köp maxfiyetlerden xəbri bo'lganlarning yo'qotilishi. Yana biri xoinlik qilganlar yoki chet elga evatilgan bo'lsa, buni sug'urilib chiqib olishning fursati bilib, xizmatni tashlab etganlar yo'qotiladi. Her ikkisi istixborot tashkilotining bexatarligi uchun zarur. Oldinqisi istixborot tashkilotining hayoti ahamiyatlik sirlarini qo'g'dash zaruriyatidan bo'lsa, keyingisi tashkilotning sir va nupuzini qo'g'dash zaruriyatidan bo'ladi. Ya'ni bir ilinib qaldingmi, qechib qutulg'ili bo'lmaydi deydigan tunishni shakllantirish, o'zi bilgancha tashkilotdan ayrilib ketish yoki xoinlik qilib saq qilish mumkin emaslik qanoatidan keltirib chiqarish uchundir. Şuna ayg'oqchilar, quloqlar xo'jayinlarning kontrolligidan uzoqdagi alladimi yanada o'xshash vazifasini bajarishga majbur bo'ladi. Balkim ko'pchilik o'nglar o'ylaydigan bo'lg'idinglar. Ya bu dunyoga chiqib olgandan keyin mushu qo'ylar o'zining millatiga dushmanlik qiladigan ishni qilmasi bo'lmadimi? Uni boshqaradigan, kontrol qiladigan Xitoy uzoqda qolgandikan degan ko'ngilingizdan kechadi meningcha cho'qim. Agar unda har bir uzoqqa chiqib olgani bu xizmatdan voz kechib, o'zining bilganini qilaversa, u istixborot tashkilotining mavjudligi tahdid kuchiraydi degan gap. U istixborot tashkilotining siri tugaydi degan gap. Nupuzi tushadi degan gap. Uning sirini qo'g'dash uchun chet ellardami nedim bo'lsa izlab tepib yo'qotdi uni. Uning uchun shu qo'rqinishdan ular davomli sadoqat bilan ishlashga majbur. Endi bu sadoqat bilan ishlash
bu korkunçlu bağlılık, öldürüp itiş korkunçlu bağlılık emas yana. Bularning nurg'un sharmanda kechmishlari var. Bularni bir-biri bilan qaynashtirgan. Anglashimizcha, ba'zi yupishlardan qaraganda chet elda top bo'lib olgan munofiqlar var. Teşkilatlangan munofiqlar yoki bir-biridan ayrılmaydigan, hatto urushib, mushtlashib qalsin bir-biridan ayrılmaydigan o kadar angliq ziyali oluşu qaramay, ko'zni yumuplam o kadar nadonlarcha hamoqat beqarashlarda bo'ladigan a topning idealini, mavqesini, g'oyasini to'g'ri tepiverdigan, o kadar aqlliq turib, ashini to'g'ri tepib, ashinidan ayrılmaydigan odamlar haqida nurg'un odamlarning ko'nglida savol tug'iladi. Ya bu mushulning aqli yetmamdi ya, mana men deb tursa buning qoyilligi, avtonomiya da'vatqanligini bilib turib, ash topdan chiqmaydigan ama odamlar deb ashda o'ylab ketamiz-ku. Masala shu yerdeki, ba'zi jupushlardan ular ishdan bog' bilan bir-biriga bog'lanib ketgan. Agar o topdan ayrılsa şermendelik çuğuladı. Onun korkunçu var. Ülüş korkunçlarından bilen emas, şermende oluş korkunçudun mu, ula birbirinden ayrılmayı toplulap duruyordu. Hizmetini devam kılıdı. Aslında bu ekte ayrım məxsus toxtalsak mı buladı? Bugün aşağıça sözlü şeyle yana alıp gitti bu qarindoshlar, kechiringlar. Vaqtinglarga razı olanlar. Yana ta'kidlaydiganim, mening buni davomlashtirishim menga vazifa emas. Men pensiyaga chiqqan qari bo'lgandan keyin damasam bo'ladi. Qizg'inliqim to'g'risi suvib ketsa to'xtab qolishim mumkin. Şunu deganimdek, sizning qizg'inligingizga qarayman. Buni yana bir eslatib qo'yay. Allah hammanglarni salomat qilsin.